boshlab bugun xudo xolasa 2026-yil 25-aprel. Navbatdagi pressimizni xudo xolasa Sirdaryo viloyatiga yana Havosga sotdik. mana dokumenti bor. O'shaning bundan bir haftalar zakazganimizda bugun tayyor bo'lgan olib ketyapti. Mana buni. Hozir shoshmada ochamiz. Mana buni. Aka qarang. İşimiz. Ishonchim. Ishlari zo'r. Hamma yaxshi. Ko'rib chiqdik. Zo'r mana mol ortishga, yuk ortishga, nima ortishga bo'lsa qilaverdik. Mana shunaqa qildik. Juda yaxshi kunlar xizmat qilsin. Xizmat qilsin, ha. Mehnatlaringga rozi bo'ling. Bu prezidentga kelsak, bu quruq oltishga 200 qaror berdi. Bu mol bemalol chiqib ketadi. Qo'lim istab bo'lganlar. O'tishsa. Qo'shni qilib, mana topshiryapti buni. Ko'rishingiz uchun. Arqoblari, butunlari, zamok, zanjirlari bilan chiroyli qilib aytga topshirdik. Yengil yurish uchun smartfon qo'yib berganmiz. Nexia zapascha bolalarni bemalol ishlatyapti. Sog' bo'lasizlar, manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz.